Assalomu alaykum obunachilar. Mana o'zimizni bu shaxsiy buqalarimizni bir ko'rsataylik, bugun video qilaylik. Buqalarimizni ham tortganimizga 55 kundan o'tib qopti. Tortganimizda mana shu buqa 2-fevral kuni 514 kilo chiqqandi. Hozir ham 1 kilo 300 dan qo'shgandi qish kunida. Hozir mana undan ko'ra ancha dumbala sop qoldi. Mana bo'ylar chiqarishni boshlab, yelkalari ham to'lib qoldi. 6 kilo yem yetdi. Hozirda bir haftacha bo'lib qoldi, yemini ko'paytirdik. 7 kiloga chiqdi bular. Kunjarani ozaytirib, seriya un qo'shdik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyada izoh qoldirib qo'yinglar. Shu video trendga chiqib ketsa ajab emas. O'zimizda buqalar. Monosiya pichoqqa ham yaraydigan bo'lib qoldi. Buni hali kurak chiqarmagan. 4 son buqa. Ne deb o'ylaysizlar? To'ldi. Miqillari ham ancha. Bir kilo sheri un qo'shyapmiz, 1 kilo kunjara, 1,5 kilo kepak. Yana bir video qilarman. Shuni aralashtirib buqalarga beryapmiz. Mashina toza shvetdan urug'likka ham udar bo'ladi. Hali kuragi chiqmadi. Po'choq tashlab ketdi bu. Po'choq yeyish bilan ovora bo'lib qoldi. Bu tomondan yorug'lik tushib qolar ekan, video yaxshi chiqmas ekan, orqa tomondan olar ekan. YouTube'da shuni ko'rib, telefonda ko'rib, yesini aniq biladigan obunachilar bor. Shu endi tarozi chaqirganda eriyamiz. Bu ham osonlikcha kelmaydi. Bir vesini chivoringlarchi necha kilo chiqar ekan. Biz ja unaqa vesini to'shni ayta olmaymiz. Ba'zi obunachilar bor 5-4 kilogacha adashmaydiganlar bor. Bo'ylari 130 dan o'tdi mashinasi. O'sha oldin tortganimda 515 kilo chiqqandi 2-fevralda. Videolarini qo'yib qo'yganmiz. Monisi 514 kilo chiqqan. Bu kurak chiqarib to'la kilo bo'ldi. Bo'yi 135 bu. 35 dan ham balandroq. Endi rosa o'ziga olishni boshladi. Necha kilo chiqarkin? 550 kilodan o'tganmikin? O'tgandir balki. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, kommentariya yozib yuboringlar, podдержка qilib. Bugun 2025-yil 27-mart. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, shu joyga tomosha qilganlarga mingdan ming rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.